halı bor ekan, lablarni shakar boli bor ekan, lab ustida dona halı bor ekan, lablarni shakar boli bor ekan. So'ramasdan oshiq bo'ldim shu yara, menda o'zga sevgan yara bormikan? So'ramasdan oshiq bo'ldim shu yara, menda o'zga sevgan yara bormikan? Ko'ngil dardim beka kulim molindi, allaringni gal bo'ynimga salindi. Mana shu divonaman ishqimda, arifimdan shoh sanamim bo'lindi. Ko'ngil dardim beka kulim molindi, allaringni gal bo'ynimga salindi. Mana shu divonaman ishqimda, arifimdan shoh sanamim bo'lindi. Nişanlap seni izlep ararman, yaman güzel esrep izlep ararman. Nişanlap seni izlep ararman, yaman güzel esrep izlep ararman. Senem gelsen yaraka ayval tarbağa, şün boladan atınca kalarman. Senem gelsen yaraka ayval tarbağa, şün boladan atınca kalarman. Ko'ngil dardim beka kulim molindi, allaringni gal bo'ynimga salindi. Mana shu divonaman ishqimda, arifimdan shoh sanamim bo'lindi. Ko'ngil dardim beka kulim molindi, allaringni gal bo'ynimga salindi. Mana shu divonaman ishqimda, arifimdan shoh sanamim bo'lindi. Seni ihtiyar, bir günümce sadakatli yar olsun. Eyledi şık nazar seni ihtiyar, bir günümce sadakatli yar olsun. Ko'ngil dardim beka kulim molindi, allaringni gal bo'ynimga salindi. Mana shu divonaman ishqimda, arifimdan shoh sanamim bo'lindi. Ko'ngil dardim beka kulim molindi, allaringni gal bo'ynimga salindi. Mana shu divonaman ishqimda, arifimdan shoh sanamim bo'lindi. Arifimdan shoh sanamim bo'lindi. Arifimdan shoh sanamim bo'lindi. Salomat bo'ling, Elyorbek, xush kelibsiz. Rahmat, rahmat. Kayfiyatlar qanday? Yaxshi, rahmat hammasi, a'lo darajada. Demak, siz ham yangi yilni yangi orzular bilan, yangi maqsadlar bilan qarshi oldingiz va albatta ularga qo'shimcha tarzda, qo'shimcha ravishda yangi ijodlar ham bor, to'g'rimi? To'g'ri, hammasi. Xolasa, endi nima deymiz? Bundan buyog'ini shu ustozlarimiz birgalikda, mana ustozimiz Qudrat aka, ustozimiz Qahramon aka, ustozlarimiz birga qolaversa, ancha bir ustozlarimiz bor. Avvaldan bendek olim ustozlarimiz bor. Eng birinchi ustozlardan biri bo'lganda maktab chog'imizda shu tadbirlarda qo'shqatirgan bendek olim bo'lib qolasiz. Undan keyin madaniyat sohasi bo'yicha Ro'shan ham bor, Jumanazovlar bor, keyin Bobonazov Ro'zamon aka bor. Qolaversa keyin banda Rashidbek Jumanazovlar bor. Qolaversa Hayitbay Olimovlar, barcha ustozlarimizdan hozircha shu o'rganib kamimizni bu hayotda kamisiz to'ldirish uchun harakatda turibmiz. Xudo xolasa bundan keyingi kunlarimizda yaxshi bir ijodlar bilan, bir yangiliklar bilan kelishga nima qilamizda, ijod qilamiz.